Qayerlarda kelib qoldim bilmadim. Qishloqmi? Nahotki qishloq bo'lsa. Nahotki men qaytib keldim. Yo'q, ishongim kelmayapti. Qaytib keldim nahotki. Ishqilib meni qishlog'im bo'lsa bo'lgani ham meniki, lekin nimagadir hech kim ko'rinmayapti. Tushunmadim. Nimaga bu yer unaqa o't bosib ketgan? Hech kim yo'q, hamma yer buzilgan, eshiklar yo'q. Nimaga unaqa tashlandi qishloq bo'lib qolgan? Demak bu meni qishlog'im emas, chunki u yerda meni uyim yo'q, u yerda uyim bo'lishi kerak edi. Balkim qishlog'imizning eski variantidir. Bilmadim. Nimaga hamma yer bunaqa o't bosib ketgan? Umuman tushunmayapman. Hamma yer buzilgan, umuman g'alati, juda ham g'alati. Ana yerda Max, senmi? Max, o'zingdanmisan? Nima bo'ldi senga? Max, nimaga gapirmayapti Max? Men tushunmayapman nima bo'lyapti. Mayli. Endi xursand bo'la boshlagandim. Nima bo'l? Nima? Axir bu menman-ku. Demak, bundan bilish mumkinki, hozir men emasman, shunaqami? Men haligi qora shaxs. Axir bu menmanmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu hammasi hozir shunchaki ko'zimga ko'rindi. Hozir uchgacha nima va o'z holimda paydo bo'laman. 1 2 3 короче bu yerda lekin hali ham men o'tiribman. Shunda men emas. Ya'ni qora shaxs demak. Yo'q, umuman tushunmayapman. Qanaqasiga qora shaxs men bo'lishi mumkin? Yo'q. Xayriyatki tushum ekan. Juda ham qo'rqib ketdim. Qanaqangi tush bo'ldi bu yana? Lekin hozir men o'zimmanmi? Hozir ko'ramiz. Nima? Menga nima bo'lyapti? Nahotki men tush ichida yana tush ko'rayotgan bo'lsam? Yo'q, bu real hayotga o'xshayapti. Yo'q. Menga nima bo'lyapti? Ko'zimni bittasiga nima qilgan? Yarmim nimaga qorayib ketyapti? Balkim men ham mana bu qora shaxsga o'xshab qolayotgandirman. Balkim u ham odamdir. Bu yerda ko'p yurganligi sababli shunaqa bo'lib qolgandir. Men ham shunaqa bo'lib qolayotgandirman. Yo'q, nima bo'ladi endi? Tezroq Maxni izlab topishim kerak. Maxni izlab tezroq topishim kerak. Bu yerdan tezroq chiqib ketamiz yoki men o'zimni o'ldiraman aks holda. Juda ham qiynalib ketdim bu yerda. Ochman. Ustiga ustak sovuq. Hamma yo'q. Bilmadim nima bo'lyapti o'zi menga. Hamma yo'g'imda og'riq bor. Nima bo'lyapti o'zi? Umuman kimdir menga tushuntirib bera oladimi o'zi? Yo'q, hech kim tushuntirib bera olmaydi. Chunki atrofimda hech kim yo'q o'zi. Nima qilaman endi? Max ham umuman hech qayerda topilmayapti. Maxni qanaqa qilib topaman? Bir nima qilib topishim kerak Maxni. Balkim yo'q, bu suv juda ham sovuq. Mayli, ketdim, nima bo'lsa bo'ldi. Max. Binoning atrofini qidirib ko'raman. Shu tomondan sakraganda. Yo'g'im. Yo'q, hech nima qilmaydi. Bu yerlar juda ham sovuq, juda ham qo'rqinchli, juda ham qorong'u. Umuman kunduzi bo'lmayapti bu yerda nimagadir. Umuman tong otmayapti, bilmadim nimaga. Va men hozir Maxni qayerdaligini ham bilmayman. Nimaga unaqa bo'lyapti? Max, bu senmisan? O'zingdanmisan? Men yaxshiman. Axira topdingmi meni? Ha, topdim. O'zingdanmisan? Hammasi yaxshimi? Nima bo'ldi senga? Oyog'im sindi shekilli. Hamma yog'im qon. Ko'rmayapsanmi? Nimaga? Qayerda sakraganimni bildingmi? Oyog'im juda ham og'rib ketyapti. Bekor sakrading-da. Hech qanaqa maxluq kelmadi. O'zingga nima bo'ldi?
Bilmadim. Nimadir bo'ldi, uxlab qolganman. Tursam shu ahvol. Lekin sen juda ham qo'rqinchli ko'rinyapsan. Ha, o'zim ham qo'rqib ketyapman. Nimaga bilmadim. Endi nima qilamiz, Max? Men o'zimni o'zim o'ldiraman. Bu azoblarga chida olmayman men. Yo'q, unaqa dema. Iltimos chiqib ketamiz bu yerdan. Hali ko'p yashaymiz. Faqat unaqa dema. Men ilojini topaman. Tushunmadim. Sen ham buni ko'ryapsanmi? Nima bu? Bilmadim. Kim bunaqa chiroqlarni, fakirlarni tashlayapti atrofga? Mash'alalarni. Qayerdan tushyapti? Tushunmayapman. Yo'q. Nimadir bo'lyapti, Max. Yana nimadir bo'lyapti. Nima bo'layotganini bilaman. Nimalar demoqchisan? Ortingga qara. Nima uchun? Nima bo'layotganini bilish uchun ortingga qaragan bir marta. Ortimga menimcha ana bu narsa turibdi, shundaymi? Bir marta ortingga qaragin, bilib olasan keyin, tushunarlimi? Ha, bildim. Bilardim. Nima qilmoqchi? Hozirgina yo'q edi-ku. Bilmadim. Men iltimos o'zimni o'ldirish uchun biror nima topib kel. Pichoqmi, o'tkir tig'li narsa. Yo'q. U hech nima qilmaydi. Men hozir shunchaki uni oldiga boraman, tushunarlimi? Yo'q, sen ahmoqmisan. Yo'q, nima istayotganini bilish uchun oldiga boraman, men ketdim. Do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi qismini kuting. Albatta videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz va kommentariyada ham o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Videomiz sizga yoqdimi, yo'qmi? Buni ham fikringiz bizga juda ham qiziq.